Bugungi ekologik sharoitda chorvachilik va veterinariya sohasining dolzarb muammolari hamda ularni innovatsion yechimlar asosida rivojlantirish istiqbollari mavzusida Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi bo'lib o'tdi. Anjuman davomida bir qator ilmiy yangiliklar, amaliy ishlanmalar va istiqbolli loyihalar taqdim etildi. Hozir shu haqida. Mazkur konferensiya chorvachilik va veterinariya sohalarida mavjud dolzarb muammolarni muhokama qilish, ekologik omillarni tarmoq rivojiga ta'sirini o'rganish hamda ilm-fan va innovatsion texnologiyalar asosida istiqbolli yechimlarni ishlab chiqishga bag'ishlandi. Tadbirda respublikamizning oliy ta'lim muassasalari, ilmiy tadqiqot institutlari, tegishli vazirlik va idoralar mutaxassislari, yosh tadqiqotchilar hamda talaba yoshlar ishtirok etdi. Anjuman davomida ishtirokchilar tomonidan bildirilgan fikrlar, mulohazalar va yangi bilimlar, yangi kashfiyotlar haqidagi olgan ma'lumotlarimiz va ularni tahlil qilish jarayonida orttirilgan bilimlar biz yoshlarning va ushbu filialda tahsil olayotgan talabalarning ham kelajakda o'z o'rinlarini topishlariga va chuqur bilim va malakaga ega bo'lishlariga xizmat qiladi degan umiddamiz. Albatta ushbu konferensiya davomida bir qator ilmiy muammolar ham o'z yechimini topmoqda. Xususan, bugungi ekologik dolzarb vaziyat davomida chorva hayvonlarini sifatli oziqlantirish, oziq-ovqat xavfsizligiga bo'lgan kuchli e'tibor va ushbu nazorat tizimining kuchaytirilishining yangi tizimining ishlab chiqilganligi ham bugungi kundagi ushbu mavzuning dolzarbligini yana ham namoyon etadi. Respublikamizda keyingi yillarda aholi sonining bosh sonining 40 millionga yaqin yetishi bu oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun eng katta rollardan bittasini mana shu chorva hayvonlaridan, umuman olganda qishloq xo'jaligi ekologik toza mahsulotlar, ertaga hech qanday qo'shimcha gumonsizlar, eng sifatli va inson uchun foydali bo'lgan mahsulot yetishtirishga qaratilgan bo'ladi. Konferensiya davomida chorvachilikda ekologik xavfsizlikni ta'minlash, veterinariya xizmatlari sifatini oshirish, zamonaviy biotexnologiyalarni joriy etish, oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash masalalari yuzasidan ma'lumotlar berildi.